Davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ta'lim tizimini takomillashtirish, xususan maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha ham topshiriqlar bergandi. Namangan viloyati Barkamol avlod bolalar maktablarida ham bunga alohida e'tibor qaratilib, tegishli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Shu kunlarda tumanlarda o'tkazilayotgan Barkamol avlod bolalar festivali nafaqat iqtidorli o'g'il-qizlarni yuzaga chiqaryapti, balki boshqa o'quvchilarni ham to'garaklarga bo'lgan qiziqishlarni oshirmoqda. Barkamol avlod bu nomning o'zi ham o'quvchida mas'uliyat hissini bir necha barobarga oshiradi. Bugun iste'dodli yoshlarni o'z atrofida birlashtirgan ushbu maktab ularning iqtidorini rag'batlantirish va rivojlantirishda o'ziga xos o'ringa ega. Barkamol avlod bolalar festivalining Namangan tuman bosqichi ham ko'tarinki kayfiyatda boshlandi. Dastlab o'quvchilar maktab faoliyatiga oid chiqishlarni yig'ilganlar e'tiboriga havola etishdi. Uning ochilish marosimida viloyat, tuman maktabgacha va maktab ta'limi mutasaddilari ishtirok etdilar. Ular yoshlarning kasb-hunar egallashlarida yurtimizda yaratilgan sharoit larga to'xtalib, o'g'il-qizlarni o'qib o'rganishga chorladilar. Shundan so'ng o'quvchilar 7 ta yo'nalish bo'yicha amaliy jarayonlarda o'z mahoratlarini namoyish etishga kirishdilar. Hozirda biz Barkamol avlodda 4 yildan bosqich qatnashib kelmoqdamiz. Robototexnika to'garagi bo'yicha bu to'garakda biz turli xil texnologiyalarni modelini yasaymiz. Bugungi festival yaxshi bo'ldi. O'rtoqlarimdan yanada yangi g'oyalarni o'rgandim va kelasi safarga shu g'oyalarni o'zimdan ham sinab ko'rmoqchiman. Festivalning tuman bosqichi ham madaniyat va san'at, texnika, konstruktorlik va modellashtirish, jismoniy tarbiya va sport, hunarmandchilik, qo'l mehnati, turizm va ekologiya, xorijiy tillar yo'nalishlarida o'tkazildi. Unda ishtirokchilar maktabda olgan bilim va ko'nikmalarini amalda ko'rsatib berish uchun astoydil harakat qildilar. Bugungi festivalimiz 7 ta yo'nalishda tashkil etildi. Mental arifmetika, ingliz tili, raqs yo'nalishlarimiz, robototexnika, undan tashqari landshaft yo'nalishlarimizda tashkil etildi. O'quvchilarimiz ushbu to'garaklarda o'zlariga kerakli bilimlarni, o'zlariga kerakli hunarlarni o'rganishmoqda. Undan tashqari hozirda yana tarmoq to'garaklarimizni ko'paytirib, o'quvchilar sonini oshirmoqchimiz. Buning uchun to'garaklarimizni sonini ko'paytirmoqdamiz. Yoshlarning ta'limdan tashqari bo'sh vaqtini to'g'ri va unumli mazmunli tashkil etish, o'g'il-qizlarni fan, sport, badiiy ijodiyot to'garaklariga kengroq jalb etishda Barkamol avlod maktablarining alohida o'rni bor. Shu boisdan ham festivalda ishtirok etish niyatida bo'lgan yoshlar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Ziyoda Botirova ham ushbu maktabning eng iqtidorli o'quvchisi. U munchoqli bezak to'garagining faol a'zosi. Iqtidorli yosh bejirim qo'l ishlari bilan yaqindagina Ispaniyadagi xalqaro tanlovda g'olib bo'lib qaytdi. Men darsdan bo'sh vaqtlarimda Barkamol avlod bolalar maktabi munchoqli bezak to'garagiga qatnashib kelmoqdaman. Viloyat tanlovlarida keyin Ispaniya davlatining Barselona shahridagi Siasun festivalida qatnashdim. U yerda men durdan sumkalar va gullar yasadim. Ikkinchi o'rinni oldim. Yana faxrli o'rinlarni egallashga harakat qilaman. Namangan tumanidagi Barkamol avlod bolalar maktabi 2000 nafarga yaqin o'g'il-qizlarni kasb-hunarli bo'lish, til o'rganish maqsadlarida o'z atrofida birlashtirgan. Festival yakunida ishtirokchilar tashkilotchilarning diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bugun yoshlarga berilayotgan e'tibor, yaratilayotgan sharoit yangi O'zbekistonning barkamol farzandlari uchun yangi imkoniyat eshigini ochishi shubhasiz.